أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين أما بعد الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو الغبن ziyan urilib ketadigan, ziyan bo'lib ketadigan yoki qo'ylab ketadigan ashunda bir turlik ziyan sababidan cheklangan so'z-setiqlar. Al-g'abnini biz qo'ylab ketish, go'llanib ketish, aldanib ketish dedik. Wal masmu'u min hadhal bab ma thabata min nahyihi sallallohu alayhi vasallam an yabi'a ar-rajulu ala bay'i akhihi. Mushu bu munosabatlik naqli dalillardan, masmu deganimiz naqli dalillardan yoki hadislardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahih hadisi bor edi. Mush hadisi bor. Kishi qarindishining so'zisining ustiga savdo qilmasin degan. La yabi'u ar-rajulu ala bay'i akhihi va la yaxtub ala xitbat akhihi. Yana va an yasuma ahadun ala sawmi akhihi. Sawm degan bir narsani sotmoqchi bo'lib, uni ko'rsatib, uning bahosini talashish degan. Çok musavama deymiz. Yani baha talashish, so'dlashish. Qarindishi so'dlashayotgan bir narsaning ustiga so'dlashmasin deganiz. Va nahyuhu an talaqqir rukban. Rukban sha tarafga mal achirayotgan kishilar. Bularning oldiga chiqib, milni sotishdan to'saydi. Masalan biz bozordagi do'konchilar bo'lsak, yakshanba, yezdin hozir mevchil deymiz, boshqa turli mal, sharmallar chirayotadi. Chirayotgandan keyin biz do'konda o'tirib, bozor chigandan keyin shuni sotib olmay, 5 kilometr, 6 kilometr, bir qancha kilometr oldiroq chiqib, yarim yo'lda to'saplan, shay chirib bo'lishligini, mana Alloh deblan oldi chiqib olgan. Buningdan to'sqan ونهيه عن أن يبيع حاضر لباد. حاضر degan shaharda muqim turayotgan kishi. Badin degan sahroyi yoki badaviy. Yezdin yoki ashi cho'l bayog'ida yashaydigan badaviydan birisi malakagan bo'lsa, shaharlik gachcha setilib yoki xizmat qilsa o'rniga buni menga qo'yib qo'ysa, men sizga aldirmay yuqori bada setib qo'yay deb setib qo'ysa bo'lmaydi. Yoki buningga bidik qilib, uningdan masalan ya bahada qo'yib turgan yoki bir narsani satqızıtılgan ya özcük paydalıp onun üzerine urduğan manda işten olmasın. Ve nehyuhu anin neceşi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neceştin yaki necşidin toskan. Ziverula okusakın buldu, sakin okusakın buldu cinni. En necşi yaki en neceşi. Hadiste ve la tenaceşu. Neceş diyen bu sahtı xirida ulaşkın. Mesela bir narsa satmakçı olan bolsa bu satqıçıyla til bürüktürüp bunu ağınısı. Lekin xiridalar bunun ağınısını uqmaydı. Şonda mal ağın kişiler malını köygen bulap mabreyla 50 köy falan bolsa bu azam balkim bu 55 köy gramlarda 5 köy bakar olur. Lekin almaydı. Maksiden de aldığın xiridaga 5 köy 10 köy öldürüp qo'yish. Sat xirida olgan. Yoki yana bir ta'ti hukmi bunun ağıçı ikkilan mesela ağina bir malni almoqchi. Dehama anana çirpken, ben ammakçılar ne kıysam ağinam kirip bunu kems çüğültürdüm. Bu anamın da olan ki bu bir ses iken, bir mandayken iyi adım anç buldum bir vatıda dep bir qandaqı kems çüğürüp, anda onu azan sorak, 5 koygan boz bir yerim koyguramla u dep kurusun çürüp bunun maksat onun bahsini çürüşüp ağinske azan etmemiş. Ligi özanmaydı Allah'ın xiridi. Ben Kaşgar'da köydüm. Yezdin mesela bir kişi bir harba kovan içigen bolsa, bu tövbe şeyden ol işigen bunu. Oluşup o dehanını gep sokap içerini. Onu da bunu da onun ucum kılıp mataratı ucum kılıp bunun kurusunu çürüp na sökep bunu. Ahırda bekalıktak erden oldu kendi. Onu hammayla ammaydı. Lekin Yahudi işi başını kurusunu çürüptü. Kiracım buzda. Bahsini çürüp ne kılmakçı? ولا تناجشوا ديان داير كردون وقد اختلف العلماء في تفصيل معاني هذه الآثار اختلافا ليس بمتباعد. عالمlar da muşu hadislerin athar muş kitabın ıslahda hadisler dedik ama muş hadislerinin manasını tefsiri iş bir işte ihtilaflaştırırken bek jirakamaz bulunmuş. Birbiri yakın. Fakale malikun ma'na kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem la yebi' ba'dukum ala bey'i ba'din ve ma'na nehihi an yasuma ahadun ala savmi ahihi vahid. Muş ikisinin manası bir. Yani birinlarının soğudusuna usuki soğudukunmanlar, birinlar baha talışıvatkan tağı. Deyişivatkanın usuki deyişmanlar degine ikisi bir gep tuttu.
وهي في الحالة التي إذا ركن البائع فيها إلى السائم. Bu qachon shunda bo'ldi bo'lsa, baho talashayotgan kishi bir bahoni degan bo'lsa, bu sotquchi shuningga to'xtalib endi ma'qul deb turishiga keliblan, men sana menda ajroq beray, mendan ol deb turasa, u cheklangan doira bo'ldi demakchi. وَلَمْ يَبْقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا شَيْءٌ يَسِيرٌ. Ularning o'ttirda asosan boshqa deyishiga ish qolmay, ma'qul kelib turishiga ustidan nima qilsa bo'lmaydi demak. Misli ixtiyori zahab aw ishtiratul uyub. Faqatlan sodini bekitib bo'ldi bular. Masalan 500 ko'y biramlar 500 ko'y ma'qul kelib bo'ldi, lekin ma'nolarini animo kichikroq bir tafsilot qolgan chaqdilan kelib ustidan sodi qilmoqchi degan bo'ldi. Aw ishtiratul uyub aw al-bara'ati minha. Siz bo'lish kerak emas, juma shatqi yo'q, menda kashilsi yo'q mesela deb bunda ta'kidlab qo'yish ba'zi bir kichik ishlar qolgan chaqda demakchi. Ya'ni asosan sodi bir yerga to'xtalib tutishib bo'lgan chaqda kelib ustlab sodi qilib bo'lmaydi demakchi ekan. Va bimisli tafsir Malikin fasara Abu Hanifa hada al-hadith. Abu Hanifa'ning izohatini o'xshash dedi. Va qala Thawri ma'na la yabi' ba'dukum la yabi' ba'din alla yatra'a rajulun akharu 'ala al-mutabayyi'ain fa yaqulu 'indi khayrun min hadhihi as-sil'a. Wa lam yahudda waqta rukunin wa la ghayrihi. Thawri debdi, yo'q bu putishib bo'lgan vaqtda bunda demaymiz. So'dlashayotgan chaq yoki putishgan chaq bo'lishi mumkin. Mushtariyning hammasida kelib, menda uddaroq va ajroq olamlar deb oxiridani mayga olib ketishga bo'lmaydi degan gap ma'vo deydi. Va Imom Malik so'dni putishib bo'lgandan keyin andin u so'dni bilsam bo'lmaydi degan bo'ldi debdi. Ma'vo yo'q so'dni deyishayotgan chaqdimi? Kelib masalan nashful birlar manshful biramlar kim bo'ladi? Bunda deyishayotgan chaqda qaç peshinda bilan makasini ajroq beray desa, yana bo'lmaydi debdi. Putishib bo'lganda ham bo'lmaydi albatta. Bu shu nimaga o'xshash. Wala yaqtub wala xittat axi. Bildirmagans boshqalarni xitlat bo'ladi. Shu Thawri bo'lmaydi demoqchi. Ya ha, ya yaqtab. Biz taraf bo'lib ketgandan keyin yaqtab rad qilgandan keyin undan sen elchivatalasa. Lekin elchivatib taq uyanmagan nima qilgan chaqda ustilablan elchivasan bo'lmaydi degan bo'ldi hadisning ma'nosi shu deydi. Lekin Imom Malik yo'q. Rasmiy to'xtalib olsa, to'y qildi, qizimizni birli degan bo'lsa, undan ustilablan elchivasan bo'lmaydi. Lekin deyishayotgan vaqtda javob bermay turayotgan chaqda ustilab elchivasan bo'ldi degan bo'ldi. Imom Malik bilan Abu Hanifa'ning tafsiri. وقال الشافعي معنى ذلك إذا تم البيع باللسان ولم يخترقا. إمام شافعي من دايزارتم. ولا إرزاكي فتش بولده، لكن جسماني ترتن أيرلب كتمده. فأتى أحد يعرض عليه سلعة له هي خير منها. Şuna yana bir adam kelib, uddirroq tavrni kelib, mana asli anamay desa, mushaklangan daira kirdi demoqchi. Imom Shafi'ning taxmi keyingi aytadi. Taxmi keyin. Malik bilan Hanafiga qaraganda keyin. Taxmi keyin. وهذا بناء على مذهبه في أن البيع إنما يلزم بالافتراق. Yani İmam Şafii'ninki resmi beden bilan ayrılıp ketkendiken bu soda şu çağda üzülüp bitken buldu oradaki. Onun geçe soda kılan cayı turuplam ayrılıp ketmegen bolsa bizden turup yandırıp buraya bunu ammay. Dap kaççıda yeni öleştirmesi bağ. Şu Hazreti İbn Ömer anaqlıkta soda kıysa. Şu turulgan işi bolsa mu ataytın bir ayağın kitap sodanı üzülken bular. Yandıranmadan kılıp tep. Ondaki yanı kirip oturup dedi. Yani şu cismani ayrılsa şu sorundan, aslında şu soru üzüldü. Olması şu bir sorunda 20 saat transit olan olsa, 20 saat burun kıygan sorduğunu, açıda yakın maydaplamış ya yandırırsa bu soru tutmayan buldu. Mesela ağır yetişkinde. Mesela şu sorduğunu yandırılan mısın da, yandırılışında ensirsek biz kandak kılmayız. Yani İmam Şafii'nin karşı boyunca, biz eşeğin şimdi battı ya bir kıleyde bir kit ötüp eşeğin. Onun da kendini bizden dekin kersek bu soru üzüp buldu. Uca yandırıp başladıysa halsa kandırıp durmaz. Halsa ya o futbolun bayık bulduk mu? Ayak görüp geldin. Üstüne diye anda bunda için turarsak bulduk. وهذا بناء على مذهبه في أن البيع إنما يلزم بالافتراق فهو ومالك متفقان على أن النهي إنما يتناول حالة قرب لزوم البيع. İmam Malik bilan ikkilan şu soda pütüp gitti deb yıqılışıp qalgan çağda muş cheklash o'xshashlik şeyga yani cheklindi deganda ittifoq. Lekin o'zinki şu beden ayrılıp şu sorunda ayrılıp ketgan chaqda andin nima ketdi deganda ayrim turdi.
ومختلفان في هذه الحالة ما هي لاختلافهما فيما به يكون اللزوم في البيع على ما سنذكره بعد. Yani biz bu so'da qachon uzilib kesilib tugagan bo'ldi degan masalani biz bundan bayon qilamiz. Lekin o'sha masalada ikkalarning qarashi o'xshash bo'lmag'achqa shunga ixtiloflashib qoldi deydi. İmam Shafiy badanlar ayrilib bo'lganda tugaydi dedi. İmam Malik tamam bo'ldi deb u tovarni tanlab qo'lga topshirsa shu chog'da ayrilib ketmasin so'da bitgan bo'ldi deganda. وفقهاء الأمصار على أن هذا البيع يكره. فقهاء الأمصار وغن مجتهد عالمlar مش so'da hozir makruh debdi. Yani bir so'dini ustiga bir so'dini qilish. O'nchada 3 imom yo'qkanda fuqarolar sanasi. Ya 3 imom bor. Bular tafsilotda ixtiloflashdi. Mesela İmam Malik bilan Shafiy Abu Hanifa ixtiloflashdi-ku. Lekin hammalar zotmi cheklangan so'dini qildi desa, cheklanish darajasida emas, makruh. Wa in waqa'a mada. Agar ashunda bo'lib qolsa, birisi so'dasini buziblan, so'dilish vaqtida so'dini buziblan ustiga markaz man biraya deb xaridarni olib qo'yishdi. Olib qo'yib so'da qilgan bo'lsa, bu ish so'da bitib bo'ldi. Bitib bo'lgan bo'lsa, bo'lmoqchi bo'lsa, so'da bo'laverdi dedi. Lekin gunoh ishlagan bo'ldi. Li'annahu sawmun ala bay'an lam yatim. Chunki u taqib bitmagan bir so'dini ustiga povar ko'rsatish, so'dilishish yoki taklif berish yoki mal ko'rsatish. So'm yana hozir malni setish ko'rsatishdir. Musavvama bo'lsa, baho olish kerak bo'ldi. Wa qala Davud wa ashabuhu in waqa'a fusikha. Bu batil so'da deb agar unda so'da qilinib qolsa, buni bekor qilib o'tib, chu'itmayaz debdi. Fi ayyi halatin waqa'a tamassukan bil umum. Qanday bir ahvolda shunda so'dini buzib bilan so'da qilib olsa, uni bekor qilib o'tmayaz deb shu rivoyatning umumiga tayinibdi. وروى عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه ما لم يفت وروي بوسكر تمسكا بالعموم دينمز حديثن عمومي لا يبيع بعضكم على بعض ده عمومي şunda النهي degandiki mishada yaqtadil butlan deb bekor qilib deb satmasin dedim ha hozir satgandan keyin buni qaytiramiz satdi deganda hozir satmasin deb yandiramiz deb hozir satmasin dedi-ku satmasin buni aka deb qaytiramiz deb hadisning umumlari shunda وروي عن مالك وعن بعض أصحابه فسخه ما لم يفت. İmam Malik'ten ve onun bazı şagirdlerinden bunda bir rivayet geldi. Aşı neyse hazır kolunun ketmeyen bolsa, tükep ketmeyen bolsa, yoklap ketmeyen bolsa, yani fırsat kolunun ketmeyen bolsa demek. Malum yapıp da. Ana mahsiken bu ananın soğudunu düzlüğü ayardım bir ana sattı. Sattanırken o ağa ananı yivetti bu adam. Ya işletirdi bir nasıl oldu. Anırken bu yandıraydı ismi yandı olamadı. Fatavanu. Yani yandırış fırsat ketti demek. Yoki shuna nikoh qilgan bo'lsa, nikoh qilib o'tib ketdi, bir kun qo'ngan bo'lsa, u qaytarish imkonsiz bo'ldi. Shunga o'xshash. Wa ankara ibnul Majishun zalika fil bay'. Ibnul Majishun Imom Malikning shogirdlaridan Abdulmalik ibnul Majishun so'z satiqda bunday ish yo'q. Lekin nikohda shunday ish bor. Nikohda masalan bir kun qo'ngandan keyin uni yandirish yo'q. Asli kelmaydi, qul kelmaydi. Lekin so'dida u mumkinchiligi bor demak ekan. Faqala va inma qala bidalika Malikun fil nikah. İmam Malikning nikoh ishi deganda, ma'lum yufut degan gap nikoh ishi degan, so'z satiqda degan deb turibdi. Vaqat taqaddama zalik yani fi kitabi nikahda bu bayon qilinib bo'ldi. واختلفوا في دخول الذمي في النهي عن صوم أحد على صوم غيره. Şimdi hadisning lafzida ala savmi akhihi dedi. Shunami? Qarindishining so'zisini buzib, baho deyishayotgan bo'lsa, deyishayotganini buzib, baho deyishmasin. Yoki so'da qilmasin degan ekan, qarindishi degan mush so'z diniy qarindashni ko'z tutamdi yoki insonchilikdagi bir qarindashmi? Agar diniy qarindash desak, kafir so'zlashayotgan bo'lsa, so'zisini buzib bo'ldi degan bo'ldi. Çünkü özden karındışı bak jirak abi. Fakal el-cumhur la farqa fi zalika bayna az-zimmi ve gayrihi. Mesela şu nimizme okşaş şudumuz. Yuhibbu ahadukum en ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumun. Aynı zimminin gayretini kılıp mesela şu münasebet kan. Akhi diyen şu okşaş çıktı. Fakal el-Awza'i la ba'sa bis-sawm ala sawm az-zimmi. Awza'i da tam zimmininkine büzvetsek buldu. Sözünü büzvetsek hiç yapılmaydı o. لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَخِلِ الْمُسْلِمِ. Çünkü Müslümanın karındaşamaz. وَقَدْ قَالَ sallallahu aleyhi ve sellem لَا يَسُمْ أَحَدٌ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. Yani أَخِيهِ diyen, bu akhiniz. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اَخْوَدِ de. Bu zimmi yapır akhamayız demek. Hadisning oxiri aşıyılıkı to'g'rilik degan. Bir aşı. Hammasi bir hadis. Mümkün. Ahli kitapdan tasavvur qilish mumkin. Ahli kitap
Mesela ehli kitaplardan almoqchi bo'lib, deyishayotgan bo'lsa, musulmon kitoblar nimasini buzitib, asar qo'yilgan. Va min hahuna mana qawmun bay'al muzayada. Kim ashti sodisni mujjatdan cheklaganlar bor edi. Yani kim ashti sodisda men mana shu olaman desa, abraydan qolib g'atchining deyishayotgan sodning ustiga deyishadi-ku. Mushi jihatdan ba'zi olimlar bu kim ashti sodisi bo'lmaydi deganlar bor edi. Va in kana jumhur ala jawazi, lekin ko'pchilik olimlar kim ashti sodisini joiz deydi. Nima uchun? U tijorat ko'rgan tijoratda mana olmaydigan odam olaman deb qo'yishmaydi. Nassa. Çünkü Rasululloh sallallohu alayhi vasallam birisini ashna bir nimasini kim ashti sodis qilib sotgan. Men nezitda Talashtirish kim ashti sodis deymiz. Sizning o'tirgan demak endi 8dan chigan bo'lsa-ning, buni shu 2 adam pag'alliga pul beryapti. O'rlatmanglar, o'rlatib topsin. Yollanmadi buni o'rlatmanglar. Ma'ni hajlab siz chekininglar. Biz shu taxtini o'sharga ko'tarmoqchimiz bitimiz. Bizda topsin. Degan ashunda so'ra. Bu shu nima kechirdi? Ashun wala tanajishu degan kirdi. Biz hamda o taraf bilan buni ishkaydan tutish bilan o'rlatib yurmaydi. Biz aytsa azan o'g'ilib bundan bo'lsa, yani shu bir nechalar biz yolg'on xarida olib qanish birimiz, lekin o'rlatmay turmizda turishga. Tutishgan. Ishkaydan tutishi mana aniq janurishni iborat o'z kerak. وسبب الخلاف بينهم هل يحمل هذا النهي على الكراهة أو على الحظر؟ يعني مكروه قلندو قد حرام قلمتكي شكلنجن داردمو دەرس قندراق مشين بكتشتريدن. ثم إذا حمل على الحظر فهل يحمل على جميع الأحوال؟ شكلن ديرسا بارلق أحوالدا زمينكن آغنم شكلنمدو ديگن مثلا. أو في حالة دون حالة. فصل وأما نهيه عن تلقي الركبان للبيع mal ekrivat qillarning karvonlarning oldiga chiqib savdo qilish masalasida kelgan cheklanmaga kelsak, faqtalafu fi mafhumin nahy ma huwa. Nimani cheklangan bu yerda, nima ko'z tutilgan? Mushu cheklashning hukmida ixtiloflashib qoldi. Faramalgan maqsuda bidalga ahlul aswaq. Bu yerda maqsad qilingani bozordagi tijoratchilar. Hozir bozordagi tijoratchilarni to'savatuda demoqchi. Li alla yanfaridal mutalaqqi bi rakhsis sil'a. Oldiga chiqib ilvaga adam tovarni o'zlam yolg'izlashda azan ilomison deb bozordagi tijoratchilar, do'konchilarni to'sashdan iborat bu deb. Duna ahli asvaq degan bozordagi do'konchilarning hammasi uni azan ololmay, oldiga chiqqan odamlar azan ilib olish mushu maqsad qilingan debdi. Va ra'a annahu la yajuzu yashtariya ahadun sil'atan hatta tadkhula as-suq. Bozorga kirmagicha u yarim yo'lda bir narsa bo'lmaydi debdi. Dükkanda oturdu bu. Ya bazarda turdu. Şu bazara mal çiğendiğin keyin unda aldı. Lekin yugurib chiqib 2-3 kilometr, 5-6 kilometr oldiga chiqib, unda ilvas bo'lmaydi. Hada idza kana talaqqi qariban. Bu unda oldiga chiqib ililish yaqin bo'lsa, bir qancha kilometr shaning shunda sirtiga chiqyapti masalan. Fa in kana ba'idan fala bas. Agar jiroq bo'lsa, mayli masalan bir shaga atlab u yerdan setwas mayli. Ammo shaning sirtiga chiqib 2 kilometr undaqisi bo'lmaydi demakchi. Wa haddul qurbi fil mazhabi bi nahwin min 6 amyal. Qanday yaqin bo'ldi, qanday jiroq bo'ldi, buni bekitib berang desa, Maliki mazhabda 6 mil deb bekitib berdi. 6 milga qadar bo'lsa yaqin bo'lgan bo'lgan bu cheklandi ekan. Wa ra'annahu idza waqa'a jaza. Endi ashunda savdo bo'libdi. Oldiga chiqib bo'libdi. Bo'lgandan keyin bu savdo qanday oldi desa, joiz, lekin gunoh chiqib qoldi. Joiz bo'ldi dedim. Bunda ishni qildi, bu mayl deyapti, lekin buni bunda shakldan joyiga tushirish kerak demoqchi. ولكن يشرك المشتري أهل الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها. Lekin bu oldiga chiqib bo'libdi. Cheklangan, yaqin degan joyga chiqib bo'libdi. Bo'lgan ekan bu qanday qilish kerak desa, olgan narsani do'konchilar bilan birga shirik bo'lib setish kerak. Ya'ni boshqalarga olib ishga berish kerak ekan. Bir mashina mana shunday ilib olgan bo'lsa, qo'shni do'konchilar boshlagandan va 200 kiloni silalanma 200 kiloni silalanma bunda taqtib tang bahramon bo'lish kerak demoqchi ekan. Bu tovarning asli joyi natesa ash bozorda. Ixtikor qo'yish o'xshatsa, shunda bir narsa. Dehqonga oldi, shar olishga oldi. Hamma o'ziga olgandek boshqa bo'lmagan qo'yibdi. Wa amma ash-Shafi'i faqala inna al-maqsud bin-nahy innama huwa li ajli al-ba'i li alla yaghbinahu al-mutanaqqi.
Yani İmam Şafii depti satkuchi ziyan tasib ketmesin degan gap ma'lum. İmam Malik bozordagi dukanchilar ziyan tasib ketmesin degan gapdi. İmam Şafii yo'q yezliq ziyan tasib ketmesin degan gap ma'lum. Çünkü bu yezdin kirayotgan odam hozir bozor nechpul bo'latidi bu. Xavri yo'q. So'ng bu chiqiblan, voy atoydim bozor achilsinmi, men degan bahoga oldi ya, ammaydi, men undan bahoradim, achilsam qaytib ketmam bir kun avarogacha deb lan buni qo'yitib azan ilitish mumkin. Asli bozorda ikki qat bahoda bu. O dehqon azallam setib qilib qaytib ketadi. Li'annal bai'a yajhalu sa'ral balad mana. Yutki baho nechpul uni bilmaydi. Va kana yaqul İmam Şafii "İza vaqa'a farabbus sil'ati bil khiyar." Agar mushunda bir savdo bo'lib qoldi, oldiga chiqqan odam azan ilib olgan bo'ldi. Bozordagi bahoni qilsa o'riken, o'lan u dehqon o'chaqda ixtiyor bor edi. Xolisa savdo hisoblaydi, xolisa yo'q, yondirib paslar, azan ilib oliblar, bozorda munch pulga deydi. ومذهب الشافعي هو نص في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الجلب. جلب سرتن أكلواتقان ناس. Yezden, sirttin, chet elden ekirayotgan narsaning oldiga chiqmanglar. Faman talaqqa minhu shay'an, oldiga chiqib boshida setib olsa, fashtarahu fasahibuhu bil khiyar idza atas-suqa. Bozor kelgandan keyin bahoning farq ekanligini ko'rgandan keyin yeni olsa, aqliq debdi. Xarrajahu muslimun va g'ayruhu sayyid iskanman. Mana masalani o'zgartdi. İxtiyorlik bor. Chunki ziyon urish cheklangan ish. Hozir bu odam ziyon uryapti. فصل وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الحاضر للباد فاختلف العلماء في معنى ذلك. Bunun ma'nosi yani şehirlik yezliqqa, sahralıqqa setib qo'ymuson degan. Ma'nosi faqala qawmun la yabi' ahlul hadar li ahlil badiyati qawlan wahida. Bir grup adamlar şehirliklar yezliqlarning milni setib qo'ymuson degan bo'ldi. Mushular bundan boshqa gap yo'q demak. Qawlan wahidan bu tafsilat binası yok, şundan ibaret demek için. İbn Abbas radıyallahu anh adımı hadiste bunun ma'nosini izohlar. La yakunu simsaran, bunun bidiki dalil bo'lib payamson degan ma'no. Yani tabii yezdin kirgan adam ya dükanchiga, ya xaridor, ya shahar ahlisdan birisiga o'zining malini o'zi deyishib satsin. Yani tijorat tabii erkinlik bilan hech qanday birisi aralashib bir xil haplashgan ish bo'lmay, tabii yo'l bilan manson demek. Aşı bedevi tutup mamilini men satsam qo'ylab tutgandek turmas sifati falan. Şu daireye geçirdim. Şu izahat bo'yicha bu daireye geçirdim. Hozir cheklash, yezlik odamni to'satamdi, shaharlik odamni o'nganda bidikulab qo'yman deb to'satamdi. Ya ishkilarlarni to'satamdi. Bu desimo bu odamni undaq qilish to'g'ri emas degan ma'no chiqib qoldi. Ya'ni hozir nima tabiiy bo'lsin. Bu odamning o'zi tabiiy satsin buni. Sarlashma. واختلف عنه في شراء الحضري للبدوي. أنواع تاتري. إمام مالك'ten واختلف عنه degan kim? İmam Malik'ni deydi çoğum. Yani o Maliki mezhebinin onusuna bayan kılıç gerek. Anda setişinin tam aksi setiliş meselesinde şehirlik, yezlikka bir narsa setip epasyon diye meselede ıhtılap oldu. فمرة أجازه إمام مالك بركتن جائز ده وبي قال ابن حبيب شاهد لبدن ابن حبيب مو مش قرش نسبته إمام أحمد تم كأن قرش كم ومرة منعه يزلق لما أنا بان تزقوب جائز الله ما تنسل أباس هذا بدكتم بجنة تطب نمقيس بولم دو دي مثل إمام أحمد بولودو دبته إمام مالك تن كأن بالرواية تمشنا وأهل الحضر عنده عند أهل الحضر شهر آسيان كم لا عبارة هم أهل الأمصار شهر خلق دينجف وقد قيل عنه إنه لا يجوز أن يبيع أهل القرى لأهل العمود المنتقلين. قيل عنه يعني إمام مالك كان بالرواية أزرق بالرواية شهر لك لا أهل القرى يوم شهر لك لازم Mekke القرى deymizgo. Şehirlikler çöllarda yaşaydigan hani bedevilerge, çedirlarda yaşaydigan köçmen halklarga milini setip koysa bo'lmaydi. Ahl amud degan Türk. Tamam. Yani çedirin tikilgan chog'da o'tirib bir Türk qo'ydi. Yoki atrofi qo'ydi deydi. Sen qozoqlarning çedirli shunda bo'lishi mumkin. Ahl amudlar ahli xiyam demakchi. Va bimitli qavli Malik'in qala Shafi'i. Demak endi ahli xiyam bo'lsin yoki yezdin odamlari bo'lsin deb bunda belgilab qo'ydi. İmam Şafii mo İmam Malik'nin qarışı bo'yicha debdi. Vel Avza'i. Ve qala Abu Hanifa ve ashabuhu la ba'sa an yabi'a al-hadir lil-badi ve yukhbirahu bis-sa'r.
shaharlik yezliq uchun milni setib bersa bo'ladi va setib berib bahasini deb bersa bo'ladi. Manchi pulga sotdimiz yoki manchi pulga setib beraman, bozorda manchi pul bo'ladi desa bo'ladi debdi. Wa karihahu malikun, ya'ni imom ahmad makruh debgan. Ya'ni an yukhbiral hadari al badiya bis-sa'r. Yani İmam Malik'nin mekruh digini şehirlik asarlıkka bahane dep berip durup bunda setip berişi mekruh demek çekin. Ve ecazahul evzai, İmam Malik mu caiz depti, İmam Ebu Hanife'le okşaşa. Vellezine mena'uhu, yani bunu çekligelli çoğu, mesela İmam Malik, İmam Şafii'la ittefaqu ala ennel qasda bihâzen nehi ve irfaqu ehlil hadar. Bu çekleştin kimlerinin menfaat gözü tutulgan ise şu şehir ahalisi. Şu şehir ahalisiga qiyin gap qolmasin, oson bo'lsin deb shuni ko'z tutgan. Li'annal ashya 'inda ahli al-badiyati aysaru min ahli al-hadira. Chunki sahra ahalisida bu ba'zi narsalar qulay deydi. So'dlashmasimi, sehliq bilan, ya mehmon do'stlik bilan qatchi beradigan, bu binasini ayab yurmaydigan, unda piqsirlik qilmaydigan ishlar bor deydi. Bir odam kelsa qatchi bir qo'yini so'yitadi emas. Va ya 'indahum arxas. Yani şu sahrada o nazarlar azraktır. Bel ekteru ma yakunu meccanan indahum. Belki tehe köpünce ahvalda bekalık oldu. Mutbir ötüdü deyip. Hazırdan eksik oldu. Hazır tam aksi. Hazır ama şu yerde ezde bu anağına bağda alımızsak bazarlıkına kılmat olsun. Meccanan diyenle bir gayri temanlık. Bekalık, mut. فكأنهم رأوا أنه يكره أن ينصح الحضري للبدوي. Yani bu çekligeller huddu manda qaragandek turdu deydi. Şehirlik yeziliqqa kuyinab, samimiy manda yo'l ko'rsatib qiysi bo'lmaydi. Tabiiy qo'yat buni. Bu azan setib qasmi qasinmayli. Andan bu savar o'rlab ketmasin. Mushna tursin deb manda qaragandek turdi deydi. Yani sah degan şeyda samimiy kuyinab, shuni manfaatini ko'zlab, yordam qilib bunda yo'l ko'rsatib qilish şunu yaman köyde deydi Cumhur. Şunu yaman kögendek. Başlarda nasiha vacib. Ama dinun nasiha. Kulna liman lillahi ve li rasulihi ve li kitabihi ve li aimmetil muslimine ve ammetihim. Samimi meslehat veriş gerek. Zamanı kandak insan bular tutursun. Manda esasıyla biraz hatalayla da meslehat veriş gerek. Ama yani muş ahvalda ya samimi nasihat kız bulmaydı. Hayatıyla kırına kalsın. Yani muşu aşağı disktayandan bu. La yebiyul hadir lil bad diyen şunu köstürdü meşiken. Ve hâzâ munâkidun mana. Ve hâzâ munâkidun li kavli sallallahu aleyhi ve sellem ed-dinun nasiha. İmam Müslim rivayetlerine sayıdız. Ve bihâdâ temesseke fi cevazihi Ebu Hanife. Caiz işte Ebu Hanife ed-dinun nasiha diyen bu çok olmalı. Tamam. Bazı alimler mesela nisf-ı İslam'dır. İmam Nevevi mesela Kırakadis'te. Başka alimler bu nisf-ı İslam, rubul İslam, sulusul İslam da kopuşu mümkün. Dağınken mavu çok bir olmalı. Muşuna asas kılımız dağınken avamda sen mekruhluk. Taz yakşanmaydı o diyen ya aprımız mekşin. Ve hüccetul cumhur hadis Cabir radıyallahu anhu kharracahu Müslümun ve Ebu Davud kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yebi'u hadun libadin zerun nâse yerzukullahu ba'dahum min ba'd. Bunu İmam Müslim ve Ebu Davud tuttu, bu Bukhari'den babı hadis. Lakin da'un nâse yerzukullahu ba'dahum min ba'd. Zerur diyen yapıyor. Ve hâzi ziyadet infarada biha Ebu Davud fîmâ ahsib. Bu ziyade degene bu ziyade başka Müslim'de, Bukhari'de, Müslim'de bu cümle çok. Lakin ma zaru degene da'u da kelgen oldu. Ma Abu Davud'nınki zaru da kelgen. Yokşuması şu. Lakin bu bütün cümle o Abu Davud'dan başkası yok diyen yapamaz. Vel eşbehu en yekuna min babi gabnil bedevi liannehu yeridu ve se'ru mechulun indahu. Ama eşbeh degenen nimeden ibaret? Aciz kıyas. Tercih mi abi? Bir xil tercih kılıştan ibaret. Bu adı iki xaraş oldu. İki disk tayandı, iki taraf. İkisi seyir disk tayandı. Ama sen andiken yak manın bekrek şudu, manın bekrek münasip kilodu degende. Eyyekunu min bab gabnil bedevi liannehu yeridu ve se'ru mechulun indahu. Yani bu hazır muşu sahralıkta can urutish babıdan buluşu mümkün. Şunu bekrek okşaydı bu. Şunun uçudu. Çünkü o kelgen çağda yeridu yani yeridu soğuk, yeridu beled ama jut kirivatkan çağda o bazada bulavatkan bahane bilmeydi. Xabar yok. İlla en tasbita aziz ziyade. Fakat lan muş ziyade sabit bulup qalsa dedi. Az ziyade sabit mi sabit mi?
sabit. Çünkü Sahih Müslim'de, Bukhari'da, Müslim'de şunda kelgan. Bu ziyade Abu Davud'da şundan kelgan degini hata. Zaru diye ibara da'vani o'rnidan kelib qolqiras. Lekin men o'xshashim. İlla an tasbita ziyada bo'lganikin, sabata ta'ziz ziyada endi nima deysiz desak, bu chaqda bu ziyan urush babidan emas ekan deydi. ويكون على هذا معنى الحديث معنى النهي عن تلقي الركبان على ما تأوله الشافعي. Navanikin bu hadisga shu. To'sqan deganning ma'nosi, oldiga chiqib sotishdan to'sqan deganning ma'nosi İmam Shafiy degandek bu shu yezliqning ziyon tortmaslik uchun. Lekin bu ziyoda sabit bo'lmishda dedi. Lekin sabit bo'ldi mana. Bu chaqda baiyaning manfaat ko'z tutilgan bo'lamda ya. Bu bozor erkinligi, baho o'rilib ketmaslik. Bozor erkinligi andin shahariki do'konchilar oldiga chiqib sotib olgan do'konchilar shunlarga adovat bo'lib ketmasin. Bizmi mantiq yo'lda o'tiryapmizmi yoda? Sizlarga chiqib satamto'g'im buni deb o'chadi urushidan. وجاء في الحديث الثابت شو سيدسته ثابت ديالنا مكتب من ديته سيندا يا بخاري دا يا مسلم كاغن حديثنا حديث ثابت ديته وشو سيدسته كاغن وشو سيدس قاصدته aşk xiyar var yetiş. Çünkü qo'ylab ketmasmi? Qo'ylab ketganiga yo'q, men qo'ylab ketdim, yondirib olaman deyish haqqi var degan ashadisni demoqchi. Vaqtalafu idza waqa'a endi mushunda bir so'd bo'ldi. Talaqqur rukban qilib oldiga chiqib setib oldi. Bunda bo'lgan ahvolda nima bo'lmoqchi esa Imom Shafiy dedi, idza waqa faqat tamma wa jazal bay'. Bo'ldanda ish tugan bo'ldi. So'dimi joiz bo'lib ketdi. Qavli salsam da'un nas yarzuqullohu ba'dahum min ba'd. Xaloyiqni arilishma endi qo'yib turinglar. Alloh taolo ularning bir-biri orqali rizq bersinlar degan bo'lgan ekan, so'dim bitdi, shu orqali nayaydi bular demoqchi. واختلف في هذا المعنى أصحاب مالك. İmam Malik'in şagirdleri so'd bitib qolsin bo'lmoqchi deganda ixtiloflashib qolib, ba'zilar yufsaq. Uni yandurutimizda ba'zilar la yufsaq. Yuqorida o'tdik biz. Bizning nikohda boshqacha, so'zda boshqa deb baqqan olimning bo'lganda. Faslun va amma nahyuhu sallallohu alayhi vasallam anin najashi aw an-najshi فاتفق العلماء على منع ذلك. Olimlar mesela unda saxt xarida olishni cheklashda ittifoq qilgan. وأما النجش يعني نجش شكل صغرى النجش والنجش وأن يزيد أحد في سلعة وليس في نفسه شراؤها. نجش يعني ماذا؟ سترلش نيت يوق خريدا ولا شيء سخت خريدا ما خوتن طرفتا ما دخيلا دبلغانشم با إليش نيت يوق كم بو عندها يلغان خريدا ولا بكا سراب qo'yib kam so'rab qo'yib ketadigan yo ortiq so'raydi yo kam so'raydi yuridu bizalika an yanfa'al bai'a wa yadurra al mushtari demak sotquchiga foyda yetkazib sotib olishni ziyon urishni xohlaydi balki aksi bo'lishi mumkin shunami vaqtalafu idza waqa'a hadha al bay' anda shunda saqt xarida olib bir so'da tutib qoldi endi azan sotquchi ya qimmat sotquchi faqala ahlu az-zahir huwa fas bu so'da ya'ni batil demoqchi çünkü bu şunun sırada fasilden batılış kısmı ki ama yani bu igdaçlık yetkelmeydi bu soğud bulmuğan hesapta demek için ve kâle malikun huve kel aybi vel müşteri bil khiyar bu bir eyiplik narsini setib algandek bunda eyip varken bunun da yandırıp biriş ihtiyar boğandek buludu khas yandırıp birdu inşa'a en yerudda radda ve inşa'a en yumsike emseke ve kâle Ebu Hanife ve Şafi'i in vaka'a athime ve cazil be' so'd tutgan bo'lsa gunohkor bo'ldi. Gunohlash ma tarafdan, lekin so'da ma tarafdan to'g'ri bo'laveradi dedi. Va sababul xilaf hal yatadammanu nahyu fasadin manhi bu usuli talashash nima? Hal yaqtadun nahyu fasad va in kana nahyu laysa fi nafsi shay. Anda shu bir narsani to'sash, shu narsaning o'zidagi kashil bo'lganlikdan to'sash emas, sirtqi bir narsa sababidan to'salgan bo'lsa, bu chaqda yana ixtilof bor. Sirtqi narsadan to'slashning misolini deb qo'yganlar. Ötkengi dersler çıktı. Şu adır mı şu? Şunun daha şirdi şimdi. Şunun daha şirdi demiş. Şunun daha kirsi mi? Yani şunun da ihtilaf var. Bu muttefakun aleyhi bir meslemez. Mesela el-bey' vakti nida el-cuma. Esla Allah sordu şu anane satmakçı. Bu sorduğun başka çıkında kaçılışı yok. Baş tarafından çekilmesi yok. Lakin Allah-u Ekber'de imam hutbe geçkıda azam değil. Şu toğulap qalğan çağdaki şu soda bulmaydı. Ya bazı buludu, günahkar oldu. Lekin so'd bo'ldi. Ba'zi yo'q bu tigidin batil, ig'dachilik o'tkazmaydi deydi. Bayon va sabab bo'lishi mumkin. Yoki shu vaqtda nidal juma so'z qilish, yoki as-salat tawbil maghsub. Masalan bir joy namozni birisini bulib
Şu ceynimazda namaz okudu. Uğurlama arkalı uğurlama. Yani uğurlukla kılıvetem obdan namaz okudu. Uğurlap hakkının hakkını yaptırıp ecgi vermen deyip kaldırıva. Çünkü onun nazarda bu xuddi ma'nın isavatını başka bir yer kıldıgan, ma'ninkini Allah kıldıgan da ekan. İkisi şu yani bir hep şey bardan isavatda. Yani İslam'da indi cüz'i tushungan ekan, bu kallasda shunda savol qilishgan bo'ldi. Faman qala yatadammanu fasxal bay'i lam yajuz. Yani an-nahy yaqtadil fasad desak, bu chaqda bu hisob bo'lmaydi ekan. Faman qala laysa yatadammanu ajazahu. Bu nahy fasadni o'ziga olmaydi ya iqtido qilmaydi desa, bu joiz, lekin gunohkor bo'lishi hamda chekdigan ishni qilganlik jihatdan gunohkor bo'ldi. Wal jumhur ala anna an-nahy idha warada limanan fil manhi anhu annahu yatadammanu al-fasad. Mana jumhur bir narsa cheklamamdi. Chekilgan ashu ishdiki bir kashl sababidan chekilgan bo'lsa, u chaqda buning botilligini bildirdi. Masalan, riba va g'arar o'xshash. Va idha warada li'amrin min kharijin lam yatadammanu al-fasad. Sirtqi bir kashl sababidan chekilib qolsa, u chaqda bu savdo buzib ketdi deganni o'ziga olmaydi. Xuddi masalan, aroq deyli. Ya çoşka. Çoş go'shtini ya aroqni setishning cheklash hozir. Shu tavardagi kashilig'i hamda odatdagi go'shtni, odatdagi sharbatni jumaga azon to'laqan setish amri xarj bo'lib qoldi. O'zi halol. Va yushbihu an yadkhula fi hadha al-bab. Mushbab qumda daxil bo'lib qolgan, mushbab dais kirib qolgan bunda masalan bor edi. Nahyu sallallohu alayhi vasallam an bay'il ma suvni setishdan to'sqan mushu bir cheklama mushun yaqin gap qoladi. Li qawlihi sallallohu alayhi vasallam fi ba'd alfadihi innahu naha an bay'i fadl al-ma'i liyamna'a bihi al-kala. Bir kishi o'ziga ortiq suvni satmay tursa, u suvni satmagandan keyin o't cho'pni to'sib oladi deydi. Bunda ahvoldan to'sqan. Yani o't cho'pdan to'sash uchun qo'ldagi ortiq suvni satmay turishdan to'sqani. Nima iborat bu? Aslında bir quduq bor. Ya bir kılçıkımızı su kaçılığı olgan. Bunda bir ahval olsa, bu quduqning atrofida o'tliq bor. Chimlar bor. Endi o mal o'tlash bilan bu suv ichib so'nmaydigan bo'lgandan keyin, biz o'tni o'tlab suv ichib satar. Ya suv ichib o'tni satar qilgan bunda bir kashlik olgandan keyin, biz ham choy, suvimiz tamoq yemaymiz-ku. Yerimiz turib qoladi. Masalan, unda bo'lgandan keyin bu mal charolar o'tlab suv ichmasa bo'lmaydi. Yani keyin bu suvni to'sib olsa, suvni satmay turib olsa, atrofga o't chepkimi odamning mollari chekilmaydi. Yani o't chep shu hali saqlab qoladi. Yani men o't chepni qo'g'dash uchun men kin o'zimning mollariga o'rab berish uchun qo'limdagi ortiqsini setish qilmay ekan. Mendan to'sqan edi. Setishdan suvni satmay deb turib cheklash to'g'rimi? Ya, mana innahu naha an bay'i fadlil ma liyamna'a bihi al-kala. Bu Buxoriyda hadis mi? Wa qala Abu Bakr ibn al-Munzir, Abu Bakr ibn al-Munzirni kim degan to? Sahib kitabi ijma. Ashi ijma naql qilgan olim shu. Ijma ahlul ilm. Harakatda deydi. Al-Awsat degan kitob bor. İkhtilafi ulama degan kitob bor. Sabata anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam naha an bay'il ma. Sun setishdan to'sqan degan bir cheklim bor edi. Wa naha an bay'i fadlil ma liyamna'a bihi al-kala. Bu muttafaqun alayhi hadis. Wa qala la yamna'u wa huwa rahu. Zikra ve qala la yamna'u ve huve bi'run. Huve bi'run ve la bey'ma. Ve la naq'an ma. Naq'ma? Beya. Ve huve rah ve la bey'ma. Şu rah degan to'g'ri o'xshaymiz. Ayında bir eriqdek joy yig'ilib qolgan, naq'ma degan so'z yig'ilib qolgan joylar. Sasliqdek so'z yig'ilib qolganda yerlar. Nima bir xatolik bor ekan, ha? Ve qala degan shu Abu Bakr al-Munzir shunami? Bunda holatdiki sunimi satmay turib bo'lmaydi demak. To'sib bo'lmaydi. Naha anil bay'al fadlmadan suvni setishni cheklaydi. Ortiq suv. Masalan, men o'zim masalan 1 tonna suv ishlatgan bo'lsam, mening ehtiyojim 1 tonna bo'lmasa, men 5 tonna suv olsa, qolgan 4 tonna satmay turib ekanman. Andan to'sqan. Bay'alganda masalan, demak, suvni setishdan Bizning tahqiqiy asli qarpaqmi? Bu yerda yana bir hadis bor shunda annas shuraka fi salat al-ma'i wal-kila wan-nar. Ya annas shuraka fi thalatha al-kala. Endi bütün insanlar umum ehtiyoj shunga bir taqilgan narsa asosiy ehtiyoji bo'lgan ekan demakchi.
Bununsiz yaşanmaydı. Ama satılmaydı. Bu anda bunda igdaçlıkka ilkiga yüzgen narsa olsa. Onu satmay turası buldu. İki anda bir ıstandık suyunu, bir çöl bayağınıga, köklemdeki yeşillikteki otçupların tosuvası bulmaydı. Özünün olsa satsı buldu. Özünün bulmayan narsını egelli olduğun çepkerip başkanını tosap durulduğunda öktemli kulağı açılım çıkkandı. Müşahede hazır bir çeklim geldi ama hadisinin lafzı bağmaz, hadisinin lafzı aslında. Etrafdaki otçuplar dağ beraklı mesela az su bilen soğuruldığın bolsa, az su eğer onu setirese sonra etraftaki dağ beraklı otçuplar kurup ketip kaldı yani. Şu kurup ketmezken şuna bunu artık onda izahlıqalım var. Onda izahlıqalım var. Lakin Bukhari'nin şerhide aslında izahlıqalım. Yani şu etraftaki şu otçupunu kodap kılış için aşağıya tüyüt etmişsin. Hep ben Kulamdaki artık suyunu satmaya duruyor. O suyunu alamanıken çaresine yerde oturtamaydı. Kediden gibi. Özden kuduqdaki su. Hadi şunu satmay turvas bulmaydı demek için ya çekleme. Setipagin demek için. Yani satsam olmayı diyen çekleme olmaz mı abi? Ben kitapta satsam olmayı diyende kırdı demek istiyor. Ya da satmayı turvan mısın? Setipagin neyin yapma? Dağında şu kendi vakal İbn Manzur'un sınaq yapaqlı şərilmək üçün hədisdəki ilə şu izahatı da günahsın. İzahatı günahsın. Yok, manda alatta tosuvası bulmaydı. Başka yanınkine meyleyen tosu buludu. Öymezsen tunga kaçılar öge etirip olan bolsa uçakta satmayma ödüküme şimdi disi buldu demek. Ama da kuduktaki yağ kaşında kölçektiki bir su olsa onun tosuvası bulmaydı. İbn Manzur'unki izahatı iken şu hadisinin izahatı. Lakin da hazır mı şu an bense ya çıkıyordu. Alimler bu şeklime nimede ibaretten ihtilaflaştı. واختلف العلماء في تأويل هذا النهي. مش شكلمنك من سنمد عبارة ديان اختلاف نشب قلده. فحمله جماعة من العلماء على عمومه وقالوا لا يحل بيع الماء بحال. سون ساتسان بو ما دين جبنا. لا يبيع فضل الماء ديندك برجاب تبتو. سون ساتشك بومايدو. قندا سوسن. Bu xuddan ve oksigen oxşaş. Oksigenni satmayman desa, Allah Taala andırsa insan hekiminde hayatlık için bir işlep bergen, berip etken narsa demek ekan. Dururiyatul hayat. Kana min bi'rin aw ghadirin aw aynin fi ardin mumallaketin aw gayr mumallaka. Ya qanday yad bo'lib qolsin, o'zining igidachiligi ya igidachiligi bo'lmagan, bulaq olsun, ko'lchak olsun, quduq olsun, nim bo'lsa suvni satsa bo'lmaydi. Uni bekor berish kerak emas ekan. غير أنه إن كان متملكا كان أحق بمقدار حاجته منه. لكن özünün egoğan bir narsa olub qalsa, özünün ehtiyacı ve yeterlikni satmayman, Kur'an üstüme disi bo'ldi. Yani satsı buldu demek için bunun da. Öz ihtiyacı olsa yani satmay turvası buldu degan gap, ha? Hozir satsan bulmaydi degandek bu, ha? Qabını büretken. Hozir bekor berib demek için. Ve bihi qala Yahya ibn Yahya bu anda İmam Malik'in şagirdlerimiz Andalus'tuk. Yani şu Muvatta degan kitabını rivayet qilgan. İmam Muhammad ibn Hasan'ın rivayet qildi. Bu şu Muvatta'nın ravilerinden birisi. Qala arba'un la ara an yumna'na. To'rt narsa o kishilar bir-birining to'suvasi bo'lmaydi. Al-ma wan-nar wal-hatab wal-kala. Bu unda kishilarning hayoti uchun bo'lmasa bo'lmaydigan narsalar. Ve ba'duhum khassasa hadhihi al-ahadith لمعارضة الأصول هذه. يعني أصول bunun zıt kep qalğanlıqdan bu hadislerin umumunu ammay xaslaşdırıb deyildi. Usul nimitdə? Usul degan bir adamning mulki bo'lsa, aşının razılıqsız, aş adam bəmsə, ya setib bəmsə, onu işletishga bo'lmaydi. Su aş adamning mulkimi? Mulki. Undanki o razı olmasa bəmsə, sen işletemeysən. Bəməyman deyiş haqqı. Mulki olğan ekan. Usul qoidasi shu deydi. Demek mava adır mağazı zıkkep kalan kim uzun xaslaştırıp muvaffıklaştırmaya dedim. Kema kâle aleyhissalatu vesselam ve en'akada aleyhil icma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yahillu mâli mirin muslim illa bıtîbi nefsin minhu diyen. Ne onu ki? Aşağıdan razı olsa andın işleterleydi. Razı olması işletemez. Setipâsa andın işletemez. Setipâsa işletemez dedi. وَالَّذِينَ خَصَّصُوا هَذَا الْمَعْنَى اِخْتَلَفُوا فِي جِهَةِ تَخْصِيصِهِ. Aynı tasqib bu hadis umum bo'yicha emas, umumandaroq deganlar qaysi tarafdan taxsis qilamiz degan ixtilof chiqib bir guruh olimlar debdi. Ma'na zalik annal bi'ra yakunu bayna ash-sharikayn. Bir quduq ikki shirikning mulki ekan. Ikki shirikning o'tirdi ekan. Yasqi hada yawman va hada yawman. Fayurwi
zara ahadihima fi ba'd yawmi. İkkilen şirik quduqken bu. Lekin bireylen bir kun su tatır ekan. Bireylen şu özünün növbet kelgan kunda özünün ziraatini sug'urdi ekan, shirkining kunida ziraatini sug'urmaydi ekan. Fejib alayhi alla yamna sharikahu min al-ma'i baqiyata zalikal yawm. Nolikan ikkilen shirik. Lekin mening növbetim bo'lgan kunda men o'zimning ustida ehtiyojini qamdab bo'ldim. Shu kuni qap qolgan suvni kechgacha shirkimning növbet kap bo'yicha bugun suv tatib olsam deb qolsa, to'ssam bo'lmaydi demak. Bunda izohlabdan uni. وقال بعضهم إنما تأويل ذلك في الذي يزرع على مائه فتنهار بئره. Yo'q, buning ma'nosi suvga yaqin yerga ziraat tirib, izra ala ma'i degan suvga yaqin quruqlikda ziraat tirib, fatanharu bi'ruhu. Quduqqa chiqib ketgan buni. Va li jarihi fadluma. Lekin qo'shnisiningki ortiq suv ekan, ma'lum quduqqa hozir o'rilib ketgan ekan, u quduqdan suv tatolmagan bo'ldi. Lekin qo'shnisining bir quduqi bor. U quduqdami ortiq suv bor. O'zining egasiga yetib echib qoldi. Annahu laysa li jari ayyamnahu fadla ma'ihi ila an yusliha bi'rahu. O'zining quduqini o'ngshuvag'icha, anan qo'shnisining quduqini suv tatib turishga ma'qul bo'lish kerak dedi. Va ta'wilani qariban. Ikki izoh yaqinlashib qoldi. ووجه التأويلين أنهم حملوا المطلق في هذين الحديثين على المقيد. مطلقنا مقيد بوشن. سود جنازر فضل ما ينجي بوشن دو ديش نعم. وذلك أنه نهى عن بيع الماء مطلقا ثم نهى عن منع فضل الماء. إن أرتقسينه تسومسون تكاين كنا نوان كم يادا سون توسمسون إنجاب أرتقسون توسمسون إنجاب كنا أشنو بوشن دروب تروب شنو مزيد. أبرز إستا رقابة دغوا فتحرير رقابة يعني برازسا رقابة مؤمنة dedi. Mutlaqna muqayyadga bo'ysundirganlar raqaba degan yadimi raqaba mu'mina maqsad dedi. Tamam? Bu dabtomda va qalu al-fadlu wal mamnu' fil hadithayn. Yani ortiq suv shu bamay turida shaklangan narsa deydi. Lekin o'zining ehtiyoji lozim bo'lgan shuni bamay turasa satmay turasa bo'ldi deydi. وأما مالك فأصل مذهبه أن الماء متى كان في أرض متملكة منبعه فهو لصاحب الأرض له بيعه ومنعه. إمام مالك'nin mezhebinin asası neyse bu su degan o'zi su manbasi yo'g'an bir joy bo'lsa, ya'ni quduq bo'lsa, shu manbasi suning. Ash quduq o'zining qo'lda bo'lgan bir joyda bo'lib qolsa, o'zining zimindagi quduqdan suv tatgan bo'lsa, favva li sohibil ard. Ash zimin egisining suvi. Xolis satadi, xolis satmay turadi. Illa an yarid alayhi qawmun la samana ma'un. Faqat lamda bir ahvoldalam uni to'suvasi bo'lmaydi. Berish kerak dedi. Qachon desa, pul yo'q bir odamga kelib qilib, va yuqafa alayhim usullikdan o'lay deb qolgan pul yo'q. Seta olaysan pul yo'q odam bo'lib qolsa, bu chog'da suvni to'solmay, ichib olib berish kerak dedi. وحمل الحديث على آبار الصحراء التي تتخذ في الأراضين الغير متملكة. Hadisda to'svasan bo'lmaydi. Bu degan cheklama qanday so'z kelgan desa, bu hech qanday bir kimning igdachiligi yo'q. Cho'l bayoldiki quduq va shunda suvlarni to'silib kimga ishkil qo'ymayman desam bo'lmaydi degan ma'noda. Hozir tushunish bo'ldi. Fara'a anna sahibaha an alladhi hafaraha awla bihan. Shuni kim ko'rgan bo'lsa quduqni shu quduq shuning bo'lib ketadi. Faida rawat mashiyatuhu tarakal fadla linnas. Demak, boshqa quduqni ko'rgan odam birinchi o'rinda undan foydalanadi. O'zi foydalanib qolgan ekan, uni qilib qolgansin boshqalar chiqib qo'yib berdi. Va kana ra'an al-bi'ra la tutamallaku bil ihya. Bundan Imom Malik bir quduqni bir odam ko'rsa, dastlab bu quduqni barpo qilgan, ihya qilgan odam shu egisi bo'ldi demaydi ekan. Odatda zaminning shundaqo, men ahya ardun maytatan favolahu degan. Ma quduqni unda yangi ihya qilsa egololmaydi deb qaraydigandek turdi Imom Malik dedi. Va min hadal bab at-tafriqatu baynal walidati va waladiha. Satqa vaqtida onasi bilan bolasini ayirib ikkalarini setilishdan cheklagan edi. Shu masala bor. Ya'ni bu qullarni setishda. Va zalika annahum ittafaqu ala man' at-tafriqati fil mabi'i baynal ummi va waladiha. Setilgan tovarda onasi bilan bolasini ayirib setishdan cheklanganligida ittifoq keldi olim.
nima uchun desa thubut qawlihi sallallohu alayhi vasallam man farraqa bayna walidatin va waladiha farraqallohu baynahu va bayna ahibbatihi yawmal qiyamah. Yani bu vaid keldi hozir. Shunami? Bu İmam Ahmad va Tirmizi rivoyat qilgan, Tirmizi hasan degan hadis. واختلفوا من ذلك في موضعين في وقت جواز التفرقة وفي حكم البيع إذا وقع. Muş meseleyi çetişlik ikki o'rinda ixtiloflashib qoldi. Birinchisi, ayiribsa joiz bo'lgan chaq qaysi? Ana bola lekin ikkisi cho'ng odamlar bo'lsa, ayiribsa bo'lamdi, bo'ldi deyish mumkin. Kichik bola, 2 yoshlik, 4 yoshlik bolsa bir ana bolani onasi bir odamga sotib, bolasi boshqa bir odamga sotib bo'lamdi. Ya'ni qachonda ayiribsa joiz bo'ladi deganda ixtilof bo'ldi. Yana birisi, ay so'da tutib qolsa, bu so'dininki hukmi nima? Ikki odamga ayirib sotyapti. Bu batil bo'lamdi, nima bo'ldi? Tamma hukmul bay'i faqala malikun yufsakh. Yani batil demakchi, inovatsiz qilyapmiz uni, yandiryapmiz. Va qala Shafi'i va Abu Hanifa la yufsakh va athima al-bay'u wal mushtari. Al-amran kharij degan dariga tushiribdi. Gunohga oldi, lekin so'disa. وسبب الخلاف هل النهي يقتضي فساد المنهي إذا كان لعلة من خارج أجل دين شو. وأما الوقت الذي ينتقل فيه المنع إلى الجواز قچن دامش أنا بالنا أيرت ساس بولدو ديجا وقت قياسك فقال مالك حد ذلك الإصغار صغر ديجا إغز أصغر دسك شبكتيا يعني تشتريهم يعني يتياش وقت ده شب تشخلوه شو يتياش ده بلغلبته إمام مالك. وقال الشافعي حد ذلك 7 سنين أو 8. إمام الشافعي يتيا 8. وقال الأوزاعي حده فوق 10 سنين وذلك أنه إذا نفع نفسه واستغنى في حياته عن أمه. Yani bu 10 yaşta belgilebdi. 10 yaş bo'lgan chaqda bu o'zining o'zida o'zi chiqalaydigan, anisi bo'lmasa yashaydigan bo'ldi debdi. ويلحق بهذا الباب إذا وقع في البيع غبن لا يتغابن الناس بمثله هل يفسخ البيع أم لا؟ مشبه münasiblik bir mesele var. Şu so'dida anda qo'yitish ya oldirtishdek bir ish bo'lib, odatda kishilar uni mayl deb aytmaydigan bo'lsa, la yataghabanu nas bimithli degan kishilar mayl deb aytmaydigan. Masalan bir narsani oldik. Masalan anani hozir bu yerda 6 ko'ydan oldik. Yana bir yerda 6,5 ko'ydan afsatdik buni. Biz bunu bas 6 koy ekan. Deganda yerim koy uchun biz ham uni so'z yondirmada bu yerga opirib undan jidalashib o'tamizmi? Mayli turgan. Bozorning bo'lsa bunchalik 100 pas bo'sh bo'ldi deymiz. Lekin bu 6 koylik uni bir yerda 15 koyga sotib olgan bo'lsa, biz bolamizni versangiz 15 koydan hisoblab beribdi. Lekin berib uni yondirib qo'ygan gap. Mayli deb aytmaymiz uni. Fal mashhur fil mazhab alla yusakh. Buldu qilmaydigan unda ziyon bo'lib qolsa, qanday qilmasa mashhur qarashda Imom Malikning mazhabida bu so'da hisoblanadi debdi. Vaqal Abdul Wahhab idza kana fawqa thuluth rudda 3dan 1 deb belgilab qo'yibdi. 3dan 1 miqdori qo'yilib ketgan bo'lsa, mayli 3dan 1 ortiq bo'lsa, opirib yondirutmas debdi. Chunki 3dan 1dan belgilashda shuni nurg'un narsaga tayinladi. 3dan 1ni hisobga olgan ahkomlar bor. Vasiyatdan at-thuluth kafiyat deymiz. Bunda bir shariat hisoblagan o'lchamdan birini ishlatib qo'yibdi. Va hakahu an ba'd ashab Malik. Imom Malikning ba'zi shogirdlari bunda qaragan deb qo'yibdi. Va ja'aluhu sallallohu alayhi vasallam al-khiyara li sahib al-jalb idha tulqiya kharij al-Misri dalilun ala i'tibar al-ghabn. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir tijoratchi shaharning sirtiga chiqib, malning oldiga chiqib, azon sotib olgan bo'lsa, bu sotuvchi kishi shaharga kirib, u azon sotib olganligini bilgandan keyin ixtiyorligi bor degan Rasululloh. Ixtiyorligi bor deganligi mushu qo'ylab ketish, ziyon tortishni hisob tutib yondirasi bo'ldi deganlik ma'lum. Ixtiyorligi bormi? Yondiritish degan gap bo'lmashadi. Ixtiyorligi bo'lgan bo'lsa, lekin yondiritay deb qolsa yondirita oladi degan gap. وكذلك ما جعل لمنقذ ابن حبان يعني هو حبان ابن منقذ كان المشهد قط من الخيار 3 bunga 3 kunlik ixtiyorlik beribdikan. Hadisda bor, men so'zida qo'ylab ketgan odam desa, "Izabta'ta faqul la khalaba va liyal khiyar 3 ayyam" degan, endi shartlashib so'da qilgan deganda. So'dida to'g'ri ketkizib qo'ygan ekan bu. Shuna, shunda shartlashib qo'ysang, agar so'da favqulodda ketkizib qo'ygan bo'lsang, akang yaqinlaring abrib 3 kun ishdan durust bo'ldi. Lamma zakara lahu annahu yughbanu fil buyu' so'dida qo'ylab ketganligini degan ekan, shunda degan deb o'rgatgan Rasululloh. Wa ra'a qawmun min as-salaf al-awwal anna hukm al-walid fi dhalika hukm al-walida. Hadisda ana bilan balani ayirib satayotmisan degan bo'lgan ekan, ba'zi olimlar
Dadılan bolsa olsun ayrı sıtası bulmaydı. Ve kavmun ra'u zâlike fil ihva. İçki bir tuqqanını ayrı sıtası bulmaydı. Yani bir adamga setiş gerek, bunu dille oturuş gerek. Ha turmuş olsun, bir aileden bolsa bir yer tuzilgan o. Mübarekten olsam oğludan bir turmuş tutuyorlar. Şunda bir kaide var ki. Turmuda bir ailenin adamlar turmuş sürüp kalsa, birine bir şehirlik turmuda, başka şehirlik turmuda emas. Bir turmuda, emas, bir kamerda, bir zindanda tutuş gerek. Yo'q, qo'yib ketgan bo'lsin, mashhur ko'z qarashuncha so'zini yandirish bo'lmaydi. Bo'lmaydi deygan. Maliki mazhabda. Lekin boshqa olimlarning qarashini ekanman shuni ama. Başka alimlar belki başkası qaraydi. So'raydi, ustiga qo'yib aytganini so'raydi. Unda qism bo'ldi. Al-bab as-sadis fi an-nahy min qibal vaqt al-ibadat. İbadetning vaqtiga taqishib qolganlikdan so'z qilsang bo'lmaydi degan bab kelmoq. وذلك إنما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي إلى الجمعة. جمعة منغن چغدا شجاع صوصة قلش مسلسة من دبر آية كيغن. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا أمر مجمع عليه فيما أحسب. بهذا اتفاق تيدو. يعني منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال. كنت كلاش كان Cuma vakti bo'ldi. Shu chaqda o'qilgan azan, ya'ni shu imom munbarga chiqib o'tgan chaqda o'qilgan azan demakchi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonida bu azan shu, shunami? Wal imam alal minbar waqtalafu fi hukmihi idha waqa hal yufsakh aw la yufsakh. Bunda bir so'z bo'ldi. Bo'lgandan keyin buni buzutamdiq, buzatmamdiq. Fa in fusakha fa ala man yufsakh. Buzutilib qolsa kimning zini buzutilmas degan. وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع أم لا يلحق؟ Bunun başqa toxtamlı var. Yani soğududan başqa toxtamlı. Azan oqılayotgan çağda icariga versen, nikah qilsan, yoki bir narsani bir kimga bersan, sadaqa bersan. Mushulning hammasi cheklanamdi. Yani qiyas qilinamdi. Shu qator sanamdi. Fal mashhur an Malik annahu yufsakh wa qad qila la yufsakh. Mashhur qarash va g'ayr mashhur va. Wa hada madhhab ash-Shafi'i wa Abi Hanifa. Yani la yufsakh deyildi. Söz bulaverdi, lekin günahkor bo'ldi. Va sababul xilaf kama qulna ghayru ma marratin hal an-nahy al-warid li sababin min kharijin yaqtadi fasad al-manhi anhu aw la yaqtadi. Shu biz yuqori degan gap shu. Va amma ala man yufsakh fa inda malikin ala man tajib alayhi al-jum'a la ala man la tajib alayhi. Ala man yufsakh degani qanday kishilarning so'disini biz inovatsiz qilib o'tamiz demoqchi. So'z bo'ldi. Inovatsiz bo'ldi deganlar buni buzutimiz nima? Lekin qanday odamninkini buzutimiz, qanday odamning buzilmaydi. Masalan, kishi juma o'qigan bo'lgandan keyin bu so'zqisi buzutimiz. Ya kishi bola yoki ayol kishi juma o'qimaydiganlar so'z qilib qolsa, ya bir kasal yoki bir musulmon bilan bir zimmiy masalan, u musulmonga juma vojib bo'lmaydi ekan. Bunda so'z qilib qolsa, o chaqda uni buzmaymiz. Juma vojib bo'lgandan keyin buzamdiq degan masala. Juma vojib bo'lgan bilan vojib bo'lmaydigan qilsa. Shuni hozir shuni chetishlar. Fayna malikin ala man tajib alayhi al-juma la ala man la tajib alayhi. Juma vojib bo'lgan odamninkini buzutimiz, hisob emas. Juma vojib bo'lmaydi Allah, masalan ayollar so'z qilmaydi. Wa amma ahlu zahir fataqtadi usulum an yufsakha ala kulli bay'. Qanda adam zodi so'z qilib qolsa buzutimiz zahirininki qoidasi mushun taqozo qiladi. وأما سائر العقود فيحتمل أن تلحق بالبيع. عند başqa nikah qilish, ijaraga berish, ayında ishlama, so'zsat qatoridan qilam bo'lmasa, ijaraga to'xtamlashli deb turgan chaqda azan chiqdi. Shu chaqda to'xtamlashsa, inovatsiz bo'lamdi yoki. Ya'ni nikah tayyorlab qoldi. Allohu akbar azan chiqqan nikahni o'qidi. Buni bekor qilib o'tamdi. Buni diqqat qilish kerak, ha? Mana nikah o'qitishdan chiqaylar, ulgurimiz yo'q, satasi ekan. لأن فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به deydi. Şunlar meşgul olup qilib, cuma kechikishi o'xshash bor edi. Boshqalardan azan chiqqan o. Ha, chunki u aniq oyat kelmagandan. Wa amma sa'ir al-uqud fa yuhtamalu an tulhaqa bil buyu'. لأن فيها المعنى الذي في البيع من الشغل به عن السعي إلى الجمعة ويحتمل أن لا يلحق به لأنها تقع في هذا الوقت نادرا بخلاف البيوع. Sözün başqası buzulmaydı, inovat buludu deyishmi mümkündür. Çünkü nikah qilgan şu azanı taqab nikah qilishmi qisman ahli ulkab qoldi. Ijara shunda bo'lishi mumkin. Lekin ijara ulkab qoladi. Çünkü mesela biz hozir jumaga ulgurish uchun taksida o'tdik. Bu taksi bizni masjidga olib ketib o'tdi.
Tamam. Şu çağdaysa o dağın ağzından çıksa bir icare başlandı denge. Sınavlar. وأما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتقب الوقت. Deki onun başka namazlar. Mana. Cuma'ya kıyas kıysak, Cuma katarı sana ötüp alsak, mendub desek buluşu mümkün. Limurtaqbil vaqt. Yani kim için mendub? Vaqtını muş cemaatiyle, mescid okuyan cemaatiyle okuyttum dedi adam bolsa, o cemaat kuldan kizgan bolganken so'dunlar mashg'ul bo'lsa. Unda olganken so'dun qo'yib nima qilishi mustahab. Fayda fata fala jihatil hadri. Butun qo'ldan kizgan bo'lsa, o chaqda darhol qo'yish kerak. Yani so'dun qo'yimiz olmaydi. Namoz butun qo'ldan kizgan bo'lsa. Lekin masjidga jamoat qo'ldan kizdi, lekin vaqtidan o'qiyaolgan bo'lsa, o mustahab bo'ldi deydi. وإن كان لم يقل به أحد في مبلغ علمه. مش gapni mening bilishimcha bir olim deb baqmadi. Lekin bunda desekmi qolmishdi demoqchi. Yani İbn Rüşd birinchi ular deb baqibdi gapni. ولذلك مدح الله تاركي البيوع لمكان الصلاة. Şuna namaz üçün so'dini tashlab qo'yganlar Alloh taolo madilgan. Faqat rijalun la tulhihim tijaratun va la bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'z zakah. وإذ قد أثبتت أسباب الفساد العامة للبيوع ومما شو سوسن بجوزغان سببلا بكتلب بوغانين كين يقرق بابتا فلنصر إلى ذكر الأسباب والشروط المصححة له. Yani qanda sebepli olsa, qanda şartlı olsa bu so'dini joyida qiladi deganga yetkilaydi. Va bu qismi thani min an-nazar al-'am fil buyu'. Yani so'z satiq babida umumiy qilgan tadqiqotimizning ikkinchi qismi shu deydi. مشاء تختلف والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.